Assalomu alaykum. Gul shaydolari. Mana biz yana sizlarga gullarimizni, uyda o'stirayotgan gullarimizni ko'rsatib, ular haqida ma'lumot bergani yana efirga qaytdik. Yana sizlarga videolar tayyorladim. Va sizlarga boqayotgan gullarimni o'zim qanday boqqan bo'lsam, o'shalar haqida o'rgatib ko'rsatmoqchiman. Mana bular hozir o'zimni boqqan fiyalka gullarim. Bular mana fitilni palifda ip orqali boqiladi. Ularga tindirilgan yomg'ir suviga mana bunaqa gumli oziqasidan aralashtirib yomg'ir suviga shu gullarga tagidagi bunaqa smetanani idishlariga fitilni qilganmiz. Shularga quyib qo'yiladi. Bular tomirini yaxshi o'stiradi. Gumli oziqasi. Oldingi nimalarimizda gullarimizga ham aytdik. Boqayotgan gullarimizga ham shu gumli oziqasidan beraman ko'proq. Tomirlarini yaxshi o'stiradi, gullari tez bak chiqaradi. Bular mana fiyalkalar. Bu mana detkasi. Bargidan chiqqan, bu variegatli sorti. Bu katta bo'lgan sari variegatli nimalari ko'rinadi. Mana har xilidan. Bular mana oqi ochiladi. Mana bunisi qizil ochiladi. Mana orqasiga qaraganingizda orqasi hozir ko'rinmayapti. Qizg'imtir bo'ladi mana. Bular shu orqa bargini orqa tarafidan bilinadi rangi qanaqa ochilishi gullar. Bular hozir yozda to'xtab turishadi, ochilishmaydi. Kuzda ochilib, bular ham 3-4 oy, 5 oygacha ochiladi. Ketma-ketlikda ochilib keladi. Biri ochilib to'xtasa, ikkinchisi yondan g'uncha qilib ochiladi. Keyin mana bu yerda nimaga teplishga qilib barglaridan solib ko'paytirishga qo'yganmiz. Bularni hozir tomir otgan. Mana sizga ko'rsataman. Endi bular bak chiqarmoqchi. Bularga ham gumli oziqasidan mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana yaxshigina tomirlagan. Bular yaqin kunlarda betga beradi. Fiyalkalarcha boqishi qiyinroq deyiladi, lekin o'rgansa bo'ladi. Bular mana bollari. Bularga 3-4 oy bo'lib qoldi, uzi katta bo'lishdi. Mana bu kazachka sorti. Bu ham oq, ko'kimtirroq oq, ochiroq svet ochiladi. Hali ochilsa yana sizlarga bularni video qilib tashlayman. Hatta yana teplichkamizda fiyalkalarimiz ko'p. Ularni yonida mana o'tgan safar ko'rsatgan zamiya kulkusimizni mana ko'rsatdik, detkalar chiqaruvdi. O'shani ana uji katta bo'ldi, mana shuncha bo'lib o'sib ketyapti. Bular juda ham yomg'ir suvini yaxshi ko'rib o'sishar ekan. Yomg'ir suvini tindirib quyapman. Tagiga bir haftada 10 kunda quyaman. Tepasiga 2-3 mahaldan barglariga namlantirib sprey qilib turaman. Mana yangi detka chiqaryapti. Har 2 haftada yangi detka chiqarib o'sishi tezlashyapti. Chunki bular yomg'ir suvini yaxshi ko'rar ekan. Yomg'ir suvidan baklashkalarga olib qo'yib tindirib quysangiz, barglariga ham sprey qilib tursangiz tez ko'karar ekan. Tez ko'karadi. Hozir bularni shoxlaridan kesib olib ko'paytirishga qo'ygan edim. Mana
Bular ham 1 oy bo'ldi. 1 oyning ichida mana bular tagidan kartoshka berib, kartoshka orqali ko'payadi. Mana bular kartoshka berishni boshladi. Mana yaqinroqdan qilsam, mana tomirlari ham chiroyli bo'lib, ko'pgina tomir qilib, mana kartoshkasi katta bo'lib qoldi. Bular yana 1 oyning ichida o'sha detkalar beradi. Mana orqasi. Bularga ham suvni ko'p quyilmaydi. Bular suvni dargi orqali namlantirib, o'z-o'zi teplichkada turgan barglariga suv quyilmaydi. Bular parlanib, o'zlari nam bo'lib turadi. Mana yonlarida ham. Bular hammasi kartoshka qilgan. Bu tuvakdagilar yangasi. Bular endi yormoqchi. Bular cho'plarini ham tiqib qo'ysak, mana cho'plari ham kartoshka qilmoqchi bo'lib tayyor bo'lib turishibdi. Hozir sizlarga yaxshi ko'rinmayotgandi. Kartoshka qilsa bularni ham ko'rsataman. Mana fialkalarimiz. Bular teplichkada betini yopib qo'yiladi. 5-10 minutga kunduzi ochib qo'yib, toza havo berib, yana mana bunday qilib yopib qo'yiladi. Hozir 10-15 minutga sizlarga ochdim. Bularni endi fialkalarni oziqlantirgani, gullarimizni gullatgani, mana bunaqa Xitoy gullari, suv dorilari kelgan. Bularni suvga hozir buni oddiy bu xitoycha yozilgan. 5 tomchi 1 litr suvga tomizib, gullarni sprey qilinadi. Gullashiga yordam bergan barglar orqali. Bunisi mana garmon. Bular ham o'stirgani suvlariga tomizib, ko'p nima turpog'i orqali bular oziqa beriladi. O'zi ko'proq gullarimizga mana bunaqa go'miydan choyni rangi chiqadigan bo'lgungacha baklajkasiga quyib, aralashtirib quyilsa, tomirlari qancha ko'paysa, tepada barglari yaxshi chiqaradi, yaxshi o'sadi. Mana hozir biz o'tgan safar ko'p gullarimizni ko'rsatmadik. Hozir bitta yangi kelgan gullarimiz ham bor. Mana o'tgan safar ko'rsatgan mana aglanemiya gulimiz, mana yana yangi. Mana o'rtadan bak chiqaryapti. Oldingi videomizda ko'rsatdik. Mana aglanemiya juda oson boqilishi. Bu salqin, yorug' tushib turadi, lekin salqin joyda turadi. Quyosh tushmasa ham bu gulimiz injiq gulbas yashaveradi. Barglarni har 2 haftada yangi chiqaradi bu. Yonida mana zalatoya ribka gulimiz. Bu ham ko'karishi oson. Bu gulimiz shoxlaridan kesib ko'paytiriladi. Mana. Keyin baliqqa o'xshab gullari ochiladi. So'zi rang, sabzi rangda ochiladi. Bu yaqinda ochib to'kiluvdi, yana ochilsa ko'rsataman. Mana. Barglari juda ham yorqin yashil rangda. Bu gulimiz mana Benjamina. Mana bu gulim oldin boqqan edim. Hozir mana Ficus Benjamina yana yangi oldim. Bir tanishimga berib yuborgan edim. Bu skvaznayda yoqtirmaydi, yorug' joyda turadi, o'ta quyoshda yasholmaydi. Bu chiroyli barglari mana yorqin. Tagiga
suv quysangiz 3-4 kunda bir marta quyiladi. Kuniga har kuni 2 mahaldan bargi orqali sprey qilasiz. Buni mana shoxlarini hozir kesib, bag'dan shoxlatib, ajoyib bir manzara qilib boqmoqchiman. Peshni qilib, buni olib retkalarini ko'paytirib sizlarga yana ko'rsataman. Buni barglari to'kib olishini so'rashadi. Bu barglarini skvajinada tursa to'kib yuboradi, keyin suvini namligi oshib ketsa to'kib yuboradi. Keyin 3-4 kunda bir suv quyiladi yozgi kunimizda, qishki kunda bular 10 kunda suv quyiladi. Bunga barglari to'kib yuborganda yantarni kislotani yarim qoshiqchaga solib, o'lchab 1 litr suvga aralashtirib eritib olib, tomiriga ham quysa bo'ladi, sprey qilib, barglariga ham sepsangiz yaxshi ko'karadi bu gulimiz. O'ta nozik bas. Boqsa bo'ladi bu gulni ham. O'sa chiroyli gul. Pishni bo'lib hali o'sadi. Men shoxlarini kesib, keyin sizlarga video qilaman. Stakanchalarga ekib ko'paytiraman chirinka qilib. Me'yorda suvni quyilsa bo'ldi. Ja chanqatib ham quyilmaydi, ham suvni quyganingizda ko'p bo'ktirib ham quyilmaydi. Oson. Yonida mana peperomiya. Bu gulimizni joyidan qo'zg'atishni yomon ko'radi bu gul. Suvni ko'p quymasligingizni xohlaydi. Barglaridan sprey qilib turasiz. O'zi injiq gulbas bu gul. Ko'paytirsangiz bo'ladi. Bargidan ham suvga solib qo'yib ko'paytirsangiz bo'ladi. Shoxlarini kesib olib ham tomirsiz o'zini kesib ham tuproqqa ekib qo'ysangiz ham ko'karadi. Teplichkada ham ko'karadi. Mana bu variegatli peperoma. Varlari bor mana. Keyinchalik bu varlari mana bargi kattalashgan sari yo'qolib, yashil rangga kirib oladi mana. Yangi chiqargan barglari mana bunday bo'lib variegatli chiqaradi mana juda chiroyli. Hali bu shoxlab ham ketadi, ko'rsataman yana sizlarga. Mana buguncha shu gullar, mana yonida jasmin gulimiz bor. Buni barglarini oq ochiladi. Bu Hindiston, Angliyada o'sadigan gul edi. Menimcha hozir adashmasam, hozir barglarini to'kdi. Barglarini choy qilib damlatsangiz bo'ladi. Gullaridan damlamalar damlab bosh og'rig'i, asablarni tinchlantiradi. Rosa foydali gul. Gulini rosa hidi shirin, yuzi tutib ketadi. Buni hovlida ham ko'kartirsa bo'ladi. Hovlilarda yozda boqilsa chiroyli bo'ladi. Katta bo'lib ketadi, manzara bo'lib. Rosa chiroyli. Hidi hovlingizga hidi kelib turadi. O'zim yaxshi ko'rgan gullarni ko'rsatyapman. Yana gullarim keyingisi videolarimizda yana ko'rsataman. Hozir videom cho'zilib ketyapti. Mana mayta zamiyakulkuslarni yangi barglaridan ekib qo'yganman. Perlik, biagomas, torf, vermikulit o'sha hamma aralashgan turpoqlardan solib chirinka qilib qo'yganman bularni. Bular ham teplishkada turadi. Hozir teplishkadan olib ko'rsatyapman. Mana bunday idishlarda olsangiz, bularda yomg'ir suviga dorilaringizni qo'shib, yaxshilab nasoslab, ertalab 2 mahal, obeddan keyin 2 mahal yozgi kunida sprey qilib tursangiz, gullar ko'proq barglari orqali o'zimizga o'xshab isib ketganligi uchun barglari orqali sprey qilib tursangiz yaxshi ko'karadi. Tagidan suvni ko'p quymasdan 10-15 kunda cho'miltirib yaxshi qilib sug'arib olganingizdan keyin kuniga 2-3 mahaldan sprey qilib turish kerak bu gullarni. Afiyalkalarimiz tagidan o'zini fitinlisida suv bor. Suvga qarab, tugashiga qarab suv qo'yib turasiz ularga. Ular ko'proq gulmi oziqasida yaxshi ko'karishyapti. Boshqa gullarim haqida keyingi videolarimizda yana sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman.